Kamerunlik monster o'zini qarashi bilan barcha raqiblarini qo'rqitib kelayotgandi. Shu bilan ularni boshiga kirib olish maqsadida qachonki u Borz bilan to'qnash kelganda xuddi shu qarashni qilmoqchi edi, ammo Hamzat uni ring markazida kutardi. Usmon bundan hayratda edi. Hamzat esa uni yeb tashlashga tayyor och bo'ri nigohlari bilan kuzatardi. Korpusga zarba va Hamzat srazi proxodga o'tdi. Usmonning barbadagi himoyalari havoga uchib ketdi. Parterda ketma-ket zarbalar qabul qilardi va nima qilishni bilmasdi. Usmon qanaqadir mo'jiza bilan bo'g'ish uslubi bilan chiqib ketdi, ammo baribir qutulib keta olmadi va ketmagan zarbalar qabul qilishga majbur bo'ldi. Kamerunlikning hayratdagi yuziga qarang, bu senga soxta gangster emas, sen bilan haqiqiy chechen askari urushmoqda. Ikkinchi raund yanada qizig'roq avj oldi. Hamzat low kick va kick zarbalari berardi. Usmon bir-ikki marta jeb bilan yaxshi tushirdi va Chishmayev oyoqqa proxod oldi va Usmonni muammosiz tagiga ushlab turardi. Sobiq chempion o'rnidan turishga muvaffaq bo'ldi. Jangchilar jang so'ngida sola amalga oshirishdi. Oxirida Hamzat g'olib bo'ldi.